Hurmatli bankimiz mijozlari, mana sizlar bilan noyabr oyi navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni o'tkazamiz. Uchrashuvni boshlashdan oldin bankimiz mahsulotlari bilan tanishtirib o'taman. Tumanda bizga biriktirilgan 10 ta mahallaga o'sha mahalla loyihasi dasturi asosida kiritlarimiz bor. O'zini band qilgan fuqarolarga 50 million so'mgacha garovsiz kiritimiz 3 shaxs kafilligi yoki sug'urta polisi asosida beriladi. Undan tashqari biznesga ko'mak mahsulotimiz bor. 17 million so'mgacha 4 yil muddatga beriladi ishsiz fuqarolarga, ya'ni uzun band qilib uy sharoitida tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan fuqarolarga beriladi. Undan tashqari yuridik shaxslarga 312 insoniy qaror bo'yicha kiritib beramiz. 100 million so'mgacha 1 yil davomida faoliyat qilayotgan tadbirkor bo'lsa, asbob uskuna, boshqa chorvachilik, undan tashqari teplitsa, barcha o'sha tadbirkorlik qilish yo'nalishlari mavjud. O'sha asosida 100 million so'mgacha zalogsiz beramiz. 22% tuman 3-toifa bo'lganligimiz uchun 22% qilib belgilangan. Ayollar bo'yicha imtiyoz bor, 20% qilib belgilangan. Undan tashqari o'sha garov ta'minoti bo'lsa 300 million so'mgacha maksimal miqdori beriladi. Undan tashqari chakana kreditlarimiz bor. Budjet tashkilotlarida ishlaydigan bo'lsa, ish haqi loyihasida kreditlar ajratiladi. 100 million so'mgacha, bu ham garovsiz yoki 3 shaxs kafilligi asosida beriladi.